001 yangi mana restyling mashinasini ko'rib turganingizdek monitorlariga mana shunaqa matviy stiklolardan yopishtirib berganmiz. Hech qanaqa отпечаткалар qolmaydi. Misol uchun shu rozga mana shunaqa tinni bo'lib ko'rinib turadi. Xo'p, undan tashqari juda sifatli bo'lgan napa ko'jadan pultlarga chexol qilib berganmiz. Mana bitta BYD Uz Javodbekani bollari rusifikatsiya qilib berishayotgan ekan. Xo'p, undan tashqari bu mashinamizni radiatorlariga setkalarni qo'yib berganmiz. Har xil hasharotlar kirishdan saqlab beradi. Yo'llardan shunaqa yangicha dizaynlari bilan. Xo'p, bizning yo'llarga brizgaviklar juda kerak bo'ladi. Shu boisdan brizgaviklarni ham akkuratlik qilib ustunovka qilib berganmiz. Xo'p, zikrni o'zini shunaqa fasoklaridan ham qo'yib berganmiz. Xo'p, orqa mana shu lobberlariga shunaqa nakladkalardan qo'yib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Xo'p, baroklariga karbon nakladka va albatta bar zashita. Mana orqasidan mana shunaqa video eka bo'yin yostiqlaridan ham qilib berganmiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zikr Marketga murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.